Bu videoda bu testni davom ettiramiz. Bundan oldingi videoda vaqt tugab qolgandi. Bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, bu robot haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Sizlarga realniy foydasi tegadigan foydali robot. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'rishinglarni men sizlarga tavsiya beraman. Siz trading bilan professional darajada shug'ullanadigan bo'lsangiz, bu robotni natijasini ko'rsanglar sizlarga ancha foydali bo'ladi degan umiddaman. Bo'lmasam boshladik. Bu videoni men sizlar uchun qilyapman. O'shaning uchun like bosing, kommentariy yozing, do'stlarga ulashing, o'qiling, bu qiling. Короче, sizlarga foydasi bor. Bu robotda ham, bu videoni ham foydasi bor. Ya'ni men nima demoqchiman? Bu robotni men jiddiy test qilyapman. Sababi bu robot pullik. O'shuning uchun men jiddiy testdan o'tgan robotlarni men sizlarga pullayman. Ko'rko'rona men sizlarga robot sotmayman. Bu deganim real bozorda real ishlaydigan robot sotaman. Real ishlamaydigan ba'zi payt ishlab, ba'zi payt minus qiladigan robot men sizlarga uni sotmayman. Misol uchun 3-4 yil, 5-6 yil oldingi tarixga qo'ysanglar, ishlamaydigan robotni men sizlarga unaqasini sotmayman. Kamida 5 yil, 6 yil bek testdan o'tadigan robotlar bo'lsa, men sizlarga arzon narxlarda boshqa joylarga qaraganda 10 barobar arzon qilib men sizlarga sotishim mumkin. Bitta joyda ko'rdim, bitta joyda emas, YouTube'da ko'rdim, bitta brat zigzag bo'lib o'sadigan, ya'ni risk amal qilmaydigan robotni $2000 ga sotyapti. Endi u bratga men nimam yo'q, uni kimligini aytganim ham yo'q, bu g'aybat bo'lmaydi yoki boshqa bo'lmaydi. O'zi bitta odam bor ekan, men ko'rganim YouTube'da. Men bilganim, men ko'rganim bitta brat bor ekan, o'sha o'zi robot yasargan, o'zi sotargan. O'shanda eng prostoy, eng o'lik robot $2000 ekan. Lekin men unaqangi narxlar qo'ymaganman. Menda eng qimmat robotim ham $2000 ga bormaydi. Undan arzon, men aytayapman, 10 barobar arzon qilib qo'yganman men robotlarimni. Xalqni o'ylagan holda hammamiz bu tradingga pul qilaman deb kelganmiz. $2000 ga, $5000 ga robot olsa, bu ichiga pulni qayerdan olib solamiz uni? Buncha qimmat pulga misol uchun robot olib qo'ysak, ichiga qayerdan pul olamiz? Misol $5000 deganingiz ham Rossiyada 6 oy ishlash kerak $5000 uchun. 5 oy, 6 oy ishlash kerak. O'shuning uchun men robotlarning narxini minimallashtirganman. Robotni sifatini oshirganman, narxini tushirganman. Men ham $2000 eng qimmat robotim $2000 qilib qo'ymoqchi edim. Lekin men uni $2000 qilib qo'ysam, nima deydi, oladigan odamlar ham ko'p topiladi, lekin $2000 to'g'risi nima, hamma ham ola olmaydi. O'shuning uchun men robotlarning hammasini hamma ola oladigan darajada arzon qilib qo'yganman. Bemalol menga yozsanglar, men ma'lumotini beraman. Bunaqangi professional sifatli robotlarni 10 barobar arzon qilib qo'yganman boshqa joylarga qaraganda. O'shuning uchun men o'zimni eng arzon robot sotadigan deb hisoblayman. Men to'g'risi ko'rganim yo'q, internetda tayyor robotlarni $1000 ga sotishyapti. Tayyor internetdan olib, o'zi mehnat qilmasdan, o'zi yasamasdan, uni ustiga ishlamaydigan robotlarni 1 oy, 2 oylik testdan o'tkazyapti-da, sotyapti. Shunaqa joylari ham bor. O'zi yasasa ham mayli, o'zi ko'p odam shunaqa qilyapti. O'zi yasasa ham mayli, internetdan ishlamaydigan robotlarni olib sotyapti. $500, $1000 ga ishlamaydigan robot. Qaranglar, bu insof emasda, bu insofdan emas bu. O'zi yasasa ham mayli, misol uchun o'zi yasab turib 1 oylik bek testdan o'tib qolganlardan o'tmasa ham, o'zi yasab o'zining mehnatini pullasa ham mayli. Endi tayyor robotlar sotadigan odamlarga men hayronman-da. Bu arzon sotsa ham mayli tayyor robotda, misol uchun $10, $20, mayli $50 ga sotsa ham mayli tayyor robotni. Lekin tayyor robotlarni $1000 ga sotayotganlar bu tayyor robotlarni. Lekin men o'zim yasab, o'zim logikasini o'zim qo'yib
mehnatim bilan men o'zim yasab sotayotgan robotlarim $1000 bormaydi. Eng qimmati ham $1000 emasdi. Sal bir va oluvchilarni ham o'ylash kerak-da. Oluvchilarni ham o'ylash kerak. Ja unaqangi robotlarni olib $500, $1000 ga sotish u yaxshi narsa emasda, to'g'risi. Shunaqangi odamlar bo'lsa, ko'rayotganlar bo'lsa, biror robotni sotadiganlar bo'lsa, u ish yaxshi emasda. Men ham oldin o'ylagandim. $2000 ga eng qimmat robotim $2000 bo'lsa, o'rtachalari $1000 bo'lsa deb men ham plan qildim, lekin qarasam menga ko'p odam yozyapti. Ular qanaqa pul bo'lsa ularga ma'qul, $100, $200, $500 bo'lsa ularga ma'qulda robot olish uchun. Shuning uchun men robotlarning narxini tushirishga qaror qildim. Ular ham foyda qilsin, ular ham profit qilsin. Menda va bularga robot sotganman, menda kamayib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi. Men o'zimda minglab robotlar bor, minglab robotlar yozganman, nechta birini o'chirib tashlaganman. Hozir endi minglab emas, yuzlab robotlar bor desam to'g'riroq bo'ladi. Sababi ishlamaydiganlarning ko'pisini o'chirib tashlaganman. Hozircha yuzlab robotlar bor, o'pib hisoblasa 1000 dan oshib ketadi. Men o'zim yozgan robotlarni ishlamaydiganlarni nima qilib o'chirib o'rganman. Mana hozir qaranglar 2023-yil keldi, 2022-yildan boshlangan 1 yillik test. Mana 1 yillik testni ko'rsanglar bo'ladi. Hozir $1981 qilgan. Mayli buni $2000 hozir. Aniqroq ko'rib olaylik. Mana $2000 dan oshdi. Mana o'ng taraf past balans degan joy ko'rgan bo'lsanglar, mana test jarayoni hozir prime ko'rsatyapti. $2000 bo'ldi. 1 yil ichida $200 dan $2000 qildi. Bu degani 1000% degani. 1 yilda 1000%. Lekin men sizlarni aldamayman. Men sizlarni aldab, menga umuman kerak emas. Menga sizlarni aldab, menga harom kerak emas, to'g'risi. Sizlarni aldab robot sotsam, u pul menga harom bo'ladi. Realni gap aytganda. Real bozorda 1000% qilmasligi mumkin. 100% garantiya berilmas. Sababi real bozorda broker sizni yeydi. Brokerda o'zim spread bor, komissiya bor, boshqasi bor, swap bor, pul ichganda komissiyasi bor, boshqa qilganda komissiyasi bor, broker zadeshkasi bor, joyda order ochilmasligi, kechikib ochilishi, joyda take profit stop loss olinmasligi bor. Real bozorda shunaqa bo'ladi. Shuning uchun bu 1000% real bozorda qiladi degani emas. Mayli 500% qilar, balkim 300% qilar, lekin foyda qiladi. Hozirgi test real bozorga 100% to'g'ri kelmaydi. Real bozorda broker sizni yeb qo'yadi. O'shaning uchun 100% to'g'ri kelmaydi bozorga. Real bozorga 100% to'g'ri kelmaydi. Men sizlarni aldamasdan ochiq-ochiq aytaman. Bo'lmasa men bu robotni 100% kafolat beraman. Mana ishlayapti-yu, ko'ryapsizlar-yu, o'qiyapti desam, misol uchun xaridor ko'payadi. Misol uchun bu robotda men $1000, $2000 qilib qo'ysam ham puli bor odamlar olaveradi. Ularga farqi yo'q. Ishlasa bo'ldi, mana deydi, bir marta to'lab qolaman deydi. Bir oyda 15 kunda deydi, pulini chiqarib oladi deydi. Misol uchun-da. Lekin men unaqangi gap kerak emas menga. Unaqangi aldovon kerak emas. Real bozorda ham mana shunaqa ishlaydi. Lekin real bozorda ham shunaqangi order ochib yopadi, lekin bozor yeb tashlaydi. Bozor. Tushunasizlar? Swap bor, komissiya bor, balobatlar bor, broker zadeshkasi bor, joyda ochilmasligi bor. Broker misol uchun bozor nima? Robot mana shu joydan order ochaman degan payt broker nima qotirib tashlaydi, millisekundlarga qotirib tashlaydi. Keyin boshqa joydan ochilib ketadi. Misol uchun. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi real bozorda. O'shaning uchun real bozor bilan uni orasida farq bor. O'shani unutmanglar.